Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, qadrli ota-onalar, aziz mehmonlar va bugungi bayramimizning eng quvonchli qahramonlari 4-B sinf o'quvchilari. Bugun barchamiz uchun unutilmas, hayajon va quvonchlarga boy tantanali kun. Chunki bugun jajji qalblar ilk muvaffaqiyat pallasini zabt etib, boshlang'ich ta'lim bilan xayrlashmoqda. Kechagina maktab ostonasiga hayajon bilan ilk qadam qo'ygan bolajonlar bugun bilimli, odobli, mustaqil fikrlaydigan o'quvchilarga aylanishdi. Bu yillar davomida ular ustozlardan bilim oldilar, do'stlikni o'rgandilar, ilk yutuqlar va ilk sinovlarni boshidan kechirdilar. Har bir harf, har bir misol, har bir she'r va har qanday qo'shiq qalblaridan unutilmas xotira bo'lib qoldi. Aziz bitiruvchilarim, bugun sizlar uchun yangi orzular sari ochilgan katta yo'lning boshlanishidir. Oldinda sizlarni yangi fanlar, yangi marralar va yanada katta muvaffaqiyatlar kutmoqda. Ishonamizki, sizlar kelajakda ota-onangizning faxri, ustozlaringizning g'ururi, vatanimizning munosib farzandlari bo'lib ulg'ayasiz. Shu ezgu tilaklar bilan baxtli bolalik deb nomlangan tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Bayramimizga o'quvchilarimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat o'quvchilarimiz. O'zbekiston yoshlari Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar. Mustaqil yurt o'g'il qizlari, yuzi qirmiz shirin so'zlari, kulib turar charos ko'zlari. Xush kelibsiz bolajonlar sahnamizga, ishtirokchi bo'ling tadbirimizga. Indigi navbat madhiyamizga O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi yangraydi. Marhamat.
bolajonlar. Indiki bugungi tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini 4-umumta'lim maktabimizning rahbari Komil aka Ashirovga beramiz. Marhamat domla, so'z navbati sizga. Assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz ota-onalar, mehmonlar, aziz o'quvchilarim. Bugungi baxtli bolalik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklaymiz. Sizlarga doim nima deydi? Qalblaringizda quvonch, yuraklaringizda, qalbda nima deydi? Yuzlaringizda tabassum hech qachon arimasin. Ilmda zo'r, odobda namuna bo'lib ota-onalar va ustozlarga ishonchini oqlab yuraverishingizni bizlar shu tilakdoshimiz. Yana bir narsa, baxtli bolalik kunining har bir kuni, har bir daqiqasi sizlar uchun bir quvonchli, bir omad va nima deydi, bir yaxshi kunlar bo'lib qolishini bizlar so'rab qolamiz. Buni bayramni ochiq deb e'lon qilamiz. Hammalaringizga kelganlaringiz uchun rahmat. Marhamat, Dildoraxon, tadbirni davom ettirishingiz mumkin. Tabriklayman barchalaringiz, sog' bo'linglar. Rahmat domla, ishlaringizga omadlar tilaymiz. Endigi navbatimiz o'quvchilar ishtirokida bugun bayram deb nomlangan qo'shiqqa. Marhamat. navbat o'quvchilarimiz ishtirokida ijrosida she'rlarga marhamat. Bu qanday sayyorani mo'jiza tizimlar nomi qanday atalar, unda yashaydi kimlar? Bu sayyora nom yer, quchog'i jannat makon, ta'rifiga so'z yozish yurtimiz.
Vatanimiz Vatanimiz viloyatimiz tumanimiz maktabimiz davlatimiz ramzlari ular bizga nima deydi? Keling quloq tutamiz so'zlariga barchamiz. Davlatimiz bayrog'i davlatimiz gerbi tilagimiz rizq ro'zimiz milliy boyligimiz istagimiz maqsadimiz ofaring ofaring bo'ling sog' omon xalqingiz baxtiyor el yurt farovon. O'quvchilar ijrosida Lazgi Ilohidan bir kuy bor, sadolari boshqacha, dillarga xush yoquvchi navolari boshqacha. Bu lazgidir daslarmay, o'ynon lazgiga o'ynon.
Rahmat o'quvchilar. Indigi navbat onajonlarimiz haqida she'rlarimizga marhamat bolajonlarimiz tomonidan onajonlarimizga atab she'rlar yodlab kelishga navbatni o'quvchilarga beramiz. Men uni sevaman juda ham qattiq, u ertak emas, chin haqiqatdir, u mening borligim jonajonimdir, u insonsiz emas onajonimdir. Agar so'rasalar jannat mendan, onajonim oyog'i ostida ana bizni ulg'aytirib barkamol qilgan aziz suyanchig'im mehribon ona. Ona ulug', ona muqaddas, izozlamoq farzandlar burchi, keksaysa ham vaqt topib birpas bizdan xabar olar kuch topib. Bolam deb, chaqam deb umrar dog'im, mehnatda yorilgan qo'l qadog'im, suyangan tog'imdir, ishongan bog'im, onam jannatimdir, onam boyligim. Ona diydoringiz naqadar yaxshi, ona so'zlaringiz biram yoqimli, mehr quyoshingiz olamning naqshi, men sizlar juda ham baxtli. Oqshomlari uxlamay aytganda alla, ovozin tinglagan yetti mahalla, ovozim boricha aytay baralla, oyijon men sizni yaxshi ko'raman. Onajonim tili shirin novotdan, nolimaydi hayotdan, meni tanir uzoqdan, onajonim sog' bo'ling, biram nurli yuzingiz, kulib turar ko'zingiz, ming bir ma'no so'zingiz, onajonim sog' bo'ling, ikki kaftim duoda, umringiz bo'lsin ziyoda, dard chekmang bu dunyoda, onajonim sog' bo'ling. Onajonim jonimsiz, oqib turgan qonimsiz, ko'zlarimning nurisiz, onalarning zo'risiz. Mehri buloq soyligim, ikki dunyo boyligim, onajonim sog' bo'ling. Mehribonim buvajon, doim aytar yaxshisiz, duo qiling har qachon, quvnab kulsin ikki ko'z. Tabassumning alosi, butun olam ma'nosi, dardlarimning davosi, kulib turing onajon. Asrab meni jonginasida, mehr oqar qonginasida, kutib meni eshik yonginasida, tabassum qiling onajon. Boshimdagi suyangan tog'im, eng yaqin do'stim onam, siz aytgan bola bo'laman, sizni yaxshi ko'raman onam. O'quvchilarimiz ishtirokida onamni baxtli qilaman degan qo'shig'imiz. Marhamat. Boyiga og'izdan gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l poylab, yuragin tubiga mehrini joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Tunda ham qalbida so'nmaydi quyosh, ko'ziga qayg'udan to'lmasidan yosh. Hayotda men uchun eng yaqin sirdosh, onamni
ustozlarimizga atab o'quvchilarimiz she'r yodlashgan navbatni o'quvchilarimizga beramiz. Marhamat. Boshlang'ich ilmiy ta'lim sinf mudirasi Qosimova Irodaga topshiriqning ko'pin bizga yukladingiz, 4-chilar iplaydi deb aytardingiz, ishonchingiz oqlaymiz biz 9gacha umr tilab sizga ustoz 1000 yilgacha. Birinchi ustozim Dildora Rasulovaga ilk bor partaga sekin o'tkazib, jajji qo'llarimga qalam tutqazib, menga harf tanitgan qalbi jahonni unutmayman aslo sizda insonni. Rasm ustozim Xurshida Murodovaga quyosh, osmon, zamin, tuproq ranglarini siz tanitgansiz. Rasm chizsam xatolarim hech og'rinmay o'rgatgansiz. Musiqa ma'lim Omoqchehra ma'limga musiqa sehridan bahra olishni o'rgatdingiz, to'g'ri ijro qilishni. Bu kun qoshingizda qilurmiz ta'zim, qalblarga nur sochgan aziz muallim. Jismoniy tarbiya ustozim Raimov Dilmurod, sport bilan shug'ullansang tanamiz chiniqadi, fikrimiz va ongimiz yanada tiniqadi. Ingliz tili va rus tili o'qituvchilarimizga o'rgatdingiz siz qaddoshlar tilini. Mana chiqdi qancha savodim, unutmaymiz zahmatlaringiz, bizning tilchi ustoz muallim. Endigi navbat o'quvchilarimiz ijrosida Andijon polkasiga. Marhamat yigitlar, davra sizga muntazir. Rahmat yigitlar. Qizlar ijrosida shirin raqsiga davraga qizlarimizni taklif qilamiz. خوشروی شیرین قندی نبات شیرین لبلبی بال ماهی تبان شیرین خوشروی شیرین قندی نبات شیرین لبلبی بال ماهی تبان شیرین سیب سیامویش کچکینه قدش من دیوانه قلده بو قرش من دیوانه قلده بو قرش خوشروی شیرین قندی نبات شیرین لبلبی بال ماهی تبان شیرین خوشروی شیرین قندی نبات شیرین لبلبی بال ماهی تبان شیرین
جان شکر کنه خندانی شکر عطری گلی یاری زبانی شکر جان شکر کنه خندانی شکر عطری گلی یاری زبانی شکر لب لبی بال ماهی تبانی شیرین عطری گلی یاری زبانی شکر عطری گلی یاری زبانی شکر روی شیرین قندی نبات شیرین لب لبی بال ماهی تبانی شیرین روی شیرین قندی نبات شیرین لب لبی بال ماهی تبانی شیرین خزل میکنم تو عرض نکنی چقرگنده یانمگه قن گذله بکنی دیلم میزند وای تو با دیلم میزند ای آلو ایکم بو قزجه بونجه لرافت روی شیرین قندی نبات شیرین لب لبی بال ماهی تبان شیرین روی شیرین قندی نبات شیرین لب لبی بال ماهی تبان شیرین سیب سیامویش کچکی نقدش من دیوانه قلده بو قرش من دیوانه قلده بو قرش روی شیرین قندی نبات شیرین لب لبی بال ماهی تبان شیرین روی شیرین قندی نبات شیرین لب لبی بال ماهی تبان شیرین کنیم چی کار کنیم ناز بدنگیش دله آها کنیم چی کار کنیم ناز بدنگیش دله آها کنیم چی کار کنیم ناز بدنگیش دله آها کنیم چی کار کنیم ناز بدنگیش دله گیش دله ناز بدنگیش دله گیش دله ناز بدنگیش دله خندیده یارم آمد یک بوسه طلب کردم چشمش به گریان آمد یار آمد و یار آمد خندیده یارم آمد یک بوسه طلب کردم چشمش به گریان آمد آها کنیم چیکار کنیم ناز بدنگیش دله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدنگیش دله گیش دله ناز بدنگیش دله گیش دله ناز بدنگیش دله بچه موی جنگیله با من نکن تو هیله مدختری کلابی با من نکن تو گیله دختری موی جنگله با ما نکن تو هیله نازو کرشمت بیکشت ایشی برات سلسله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدنگیش دله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدنگیش دله گیش دله ناز بدنگیش دله گیش دله ناز بدنگیش دله ناز بدنگیش دله گیش دله ناز بدنگیش دله گیش دله ناز بدنگیش دله
Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my bags and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What do you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't you treat me this way. 'Cause I'll be back on my feet someday. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What do you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What do you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh baby, Don't you come back no more. give me a break. Don't you come back no more. You can't be serious. Don't you come back no more. رنگ جاشما دختر ازبکان که بیا گله آخ شیرین زبان Ana balan matvatte Tajikçe gapirvatte De kucak de Başını katırvatte Kaddu qalma Tashkende man omadam Toshkende bia asal kande man tuya shinavande Beni bachayı beton Taşkent bahuş amadeton Hep bize farkış nes Tacik mi ya Özbekon Kaddu joshuma دختر ازبکان bia gale آخ شیرین زبان Ana balan matvatte Tajikçe gapirvatte De kucak de Başını katırvatte السلام خوش آمدید نغز میکار سلامتت کی بازن آمدید ای بچه خوش آمدید السلام خوش آمدید نغز میکار سلامتت کی بازن آمدید ای بچه خوش آمدید Kaddu joshuma دختر ازبکان bia gale آخ شیرین زبان Ana balan matvatte Tajikçe gapirvatte De kucak de Başını katırvatte
tadbir uyushtirgan o'quvchilarim, Dilizor qilaman sizga bitiruvchi sinf bo'lganimiz uchun qalbdagi so'zlarga navbat beramiz. Qani o'quvchilarimiz menga nisbatan qanaqa so'zlari bor ekan, qani bilamiz. Sizga qo'limizga qalam tutqazib bilim berganingiz uchun rahmat. Sizni bilimingiz bilim bulog'i. Rahmat. Bilim va tarbiya berganingiz uchun rahmat. Ustoz, meni ko'p gapirishimga qaramay, baribir meni kechirdingiz. Qalam tutib qo'limga ilk bor yozuv chizuvni o'rgatgan muallim ustoz, ishlaymiz sizni ko'p ta'lim bergan birinchi ustoz. Menga 5 yil ta'lim berganingiz uchun sizga rahmat. Sizga 4 yil davomida ta'lim tarbiya berganingiz uchun rahmat. Ustoz, sizni men olimpiadada birinchi o'rin olganingizga katta rahmat. Berganingiz uchun kattakon rahmat. Bolalaringizga bermagan ta'lim tarbiyani bizga berganingiz uchun sizga katta rahmat ustoz. Bilim va tarbiya berganingiz uchun rahmat. Kasal bo'lsangiz ham maktabga kelganingiz uchun rahmat. Darslaringiz bilim bulog'i 4 yil davomida ta'lim tarbiya berganingiz uchun katta rahmat. Sizni juda yaxshi ko'raman ustozjon. Odob axloqni o'rgatganingiz uchun rahmat. 5 yil beminnat ta'lim berganingiz uchun mehr berding. Ustoz, har darsingizga kechikib kelardim. Kechikib kelishimga qaramay kirgizganingiz uchun rahmat. Ota onadek mehr berdingiz, beminnat ta'limlar berdingiz, o'zi xafa bizni shod etar jondan aziz. Ustoz, siz ustozlar ichida eng yaxshi va chiroyli ustoz. Darslaringizga qancha kechikishimizga qaramay bizga bilim berishdan to'xtamagingiz. Ustoz, darslaringizga tushunmasam, kiysam 5 bog'i berasiz. Ustoz, biz sinfda 33 tamiz. Hammamizga ta'lim berganingiz uchun sizga rahmat. Men sizni yaxshi ko'raman. Ustoz, men sizni deb a'lochi bo'ldim. Sizga mingdan ming rahmat. Ustoz, men sizni yaxshi ko'raman. Ustoz, siz dunyodagi eng chiroyli ayolsiz. Ustoz, bizga 5 yil davomida ta'lim tarbiya berganingiz uchun sizga cheksiz rahmat aytib qolamiz. Ustoz, siz bizga 4 yil ta'lim tarbiya berganingiz uchun katta rahmat. Mehribon, chiroyli ustoz, sizni juda yaxshi ko'raman. Biz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz ustoz. Uy ishini uncha tushunmasam ham menga 2 qo'ymadingiz. Siz balalar
bolalaringizga mehr bermagan bo'lsangiz, bizga o'sha mehrni berdingiz. Rahmat aziz bolajonlarim, qalbim hammangizni chin dildan tabriklayman. Hammangizni yaxshi ko'raman. Kelajakda buyuk insonlar bo'lishlaringga, daholar kabi yuksak marralarga erishishlaringga tilakdoshman. Sizlar qatori ota-onalaringni ham tabriklayman. Sizlarni shunday yuksak marralar bilan, shunday quvonchli kunlarga yetkazgan Allohimga behad shukrlar bo'lsin. Ana endi sizlarni uchirma qo'sh qilib, Xudo xohlasa, yuqori sinf ustozlarimizga tantanali omonatimizni topshiramiz. Marhamat ustozlarimiz, mening qaldirg'ochlarimni qabul qilib olasizlar. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Dunyo mehri bor bag'rida, ilmi jo'sh uradi qalbida, yashaydi qadrini kaftida, ustoz yaxshida. Olaylik mo'tabar duolarni, ko'rsatib shogirdlik vafolarni. Bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak kam xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Hurmatli aziz ota-onalar, ustozjonlarim, aziz bitiruvchi 4-B sinf o'quvchilarim. Bugun baxtli bolalik deb nomlangan tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana shu tadbirni yakunlab berish uchun boshlang'ich sinf ilmiy bo'lim mudiri Qosimova Iroda opaga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mana shu davramiz qatnashchilari, hurmatli 4-B sinf o'quvchilarim hamda uni oliy toifali ustozi Rasulova Dildora Anatullayevna hamda uni jonkuyar mana bu san bilan nima deydi Dildorjon
ham nafas har bitta tadbiringda, har bitta qilgan ishlaringda, har bitta omadli, namunali ishlaringda sen bilan yelkama-yelka bo'lgan ota-onalar, hurmatli ota-onalar. Mana boya yuqorida maktabimiz rahbari Komil Ashirovich aytganlaridek, bu maktab juda ham nufuzli, juda ham o'zini obro'yiga ega bo'lgan maktablar safiga kirganligi mana bizning mana shunday o'qituvchilarimizni borligidan dalolatdir. Haqiqatdan ham 4-B sinf haqida gapiradigan bo'lsam, 4-B sinfda mana kecha bo'lib o'tgan 18-may kuni bo'lgan attestatsiya va akkreditatsiya animasida ham, imtihonida ham, respublika imtihonida ham 4-B sinf o'zini 35 ballik o'sha eng yuqori balli bilan hamda o'sha imtihonlardan a'lo baholarga o'tganligi munosabati bilan o'zini nimasini saqlab qoldi. Bu olimpiadalarda ham bu o'quvchilarim birinchi, tumanda 2-o'rinlarni olib bizga muvaffaqiyat olib keldi. Buni hammasi Dildorajon sani mehnating, buni qadrlaymiz. Mana bu o'quvchilar boya menga she'r aytishdi, haqiqatdan ham to'g'ri. Chunki men har oyda bularni kirib monitoring qilib, sizlardan yozma ish, nazorat ishlari olib, sizlarni o'sha yuqori sinfga bizni yuzimiz bo'lib chiqishlaringda juda ham nima deydi, talabchanlik bilan olib bordik. Buning uchun meni kechiring, o'quvchijonlar. Endi bu yuqoriga o'tsangiz ham men sizlarni baribir kuzatib yuraman. Xo'pmi? Dildorajon, muvaffaqiyating bilan tabriklayman singiljonim. Mana bu qaldirg'ochilaring sani yuzlaring. Bundan-da ko'p o'quvchilar chiqargansan. Bundan-da sani o'quvchilaring mana bu jamiyatimizda har bitta jabhasida o'zini salohiyatini olib borishyapti. Bu o'quvchilaring ham o'shanday o'quvchilaring safiga kirib, senga yanada shunday o'quvchilar chiqarishga, jamiyatimizga o'z munosib hissangni qo'shishingda tilakdoshman. Katta rahmat senga. Aziz o'quvchilari, mana 4 yil davomida olgan bilimlaringiz, kechikkan mashaqqatlaringiz, yutuqlaringiz bilan sizlarni yana bir bora tabriklagan holda maktab rahbariyatimiz tomonidan arzimas, o'qituvchi onajonlarimiz tomonidan ham sizga sovg'a salomlar bor. Marhamat, o'quvchilarimiz qabul qilib olasiz. Sovg'alarni topshirishda boshlang'ich ilmiy bo'lim mudirasi Qosimova Iroda opaga yuzlanamiz. Marhamat. Olim va Luiza kelajak dahosi olimpiadasi g'olibasi. Zoir va Mehriniso, bu ham kelajak dahosi olimpiadasi g'olibasi. Sharof va Soliha qizim. Obloqul va Gulshoda. Norquzi va Mubina. Fayzullay va Husnora. Abdullay va Durdona. Abdusamad va Mubina. Raimqul va Muslima. Qoldor va Soliha. Amraqul va Visola. Shavkat va Mubina.
Umidjon. Jabborov Kamronjon. Ortiqov Asilbek. Qosilov Abdulhamid. Nabiyev Suhrobjon. Ne'matov Shohruz. Ay, mani o'g'lim tabrik. Shavkatov Umidjon. Nurmurodov Azamatjon. Azimjonov Shahboz. Baxtiyorov Nurbekjon. Akramov Ibrohimjon. Boboqulov Shohruxjon. Voy, alam bu bir sovg'a. Oktam Jasurbek. Shavkatov Abdulazizjon. Sharopov Azamatjon. Furqatov Behruzbek. Qodirqulov Ibrohimjon. Rahmat ustoz, ishlaringizga omadlar tilaymiz. Sog' bo'ling. Dildorajon, rahmat sizga mana ota-onalar nomidan shuncha balalarimizni zikko qilib tarbiyalabsiz. Biz bularni ko'rib xursand bo'ldik. Sog' salomat bo'ling, mashaqqatli ishlaringizda omad, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Sog' doimo sog' bo'ling. Rahmat sizga. Ustozlar, hurmatli ota-onalar, mana biz bu yerga yig'ilib o'tiribmiz. Mana 4 yil mobaynida olgan bilimlarimni, tadbirini mana ko'rdik. O'qituvchisiga Allohim kuch-quvvat bersin. Sog' salomat bo'ling, aylanib ketasizlar. Mana bolalarimni shunchalik bilimga ega bo'lishdi. Bundan to'lqinlanib o'tirgan joyimda. Sog' bo'lsin Xudoya. Hammasi orzu havasiga yetsin. Katta yigit qiz bo'lsin, vataniga, yurtiga foydasi tegadigan yigit qizlar bo'lishsin. O'qituvchilarning hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Mana shu bolalarni ta'lim tarbiyasida charchamanglar, sog' bo'linglar. Bizning sovg'amiz bo'ldi, aylanib ketay. O'zimiz ko'rdik. O'zbekiston yoshlari
yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bolalikdan asov otni egallab, doim zafar quchgan Temur bobomiz. 12 yoshida taxtni egallab, yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham